Energetik ko'chasidagi 5 qavatli domlarda 3 xonali xonadonni 485 million so'mga ko'rib o'tamiz. Qaranglar, alohida xonalarga ega. Bilasizlar, o'zi energetik ko'chasidagi domlar biroz qimmatroq yuradi, chunki infratuzilma yaxshi hisoblanadi. Bozor yaqin, maktab yaqin. Demak, oyoq kiyim bilan yurganim uchun uzr so'rayman. Bir necha yildan buyon hech kim istiqomat qilmayotgan ekan. Remont talab holatda xonadonimiz. Demak, asosiy kirish eshigi xohlang remont qiling, xohlang shu holatda yashasangiz ham bo'ladi. Deraza romlar yangi qilib almashtirib qo'yilgan mabodoga. Demak, birinchi xonasini ko'rib o'tgan bo'lsak, ikkinchi xonasi mana bu yerda. Bu yoqdagi eshik deraza romlari ham to'liq akfaga almashtirilgan. Ikkita balkonli hisoblanadi. Bu tarafda esa kattagina garderob qismi, marhamat ko'rsatib o'ting. Kattaligiga e'tibor bering. Hamda katta mehmonxona qismini ko'rib o'tdik. Yana bitta kadr ko'rsatib o'rasiz. Balkonga kirish eshigi mavjud o'sha yerda o'zida. Hamda keling, yuvinish xonasi alohida joylashgan. Ko'rsatib o'ting, remont holatlari o'rtacha. Xo'p. Demak, to'g'riga o'tadigan bo'lsak, oshxona qismi balkonga ko'chgan. Mana bu yerda bemalol 4-xona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Va oshxonamiz balkonga ko'chgan holatda balkonni o'zida ham tapchanga o'xshatib joy qilingan, ortiqcha banka, shunga o'xshagan narsalarni shu yerda saqlash imkoniyati mavjud. Demak, 5-qavatda joylashgan energetik ko'chasidagi domlarni 5-qavatdagi shu 3 xonali xonadonimiz narxi 485 million so'm. Ustida ozroq savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Naqd ko'rinishda savdo bo'ladi, ipoteka yo'q. Kimga ma'qul kelsa, pastda o'zimiz raqamlarimizni to'liq ma'lumot uchun qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, mana shunaqa srochniy sotilayotgan arzon narxdagi xonadonlarning e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.